Yo-mayo, jin ursin, nima bo'ldi-ya menga, a? Yo-mayo, turishim kerak. Venus, nima? Ovchi? Ovchini ovozi aniq. Venus, shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman, ovchi. Ovchi. Venus. Ha, bo'ldi, eshitdim, shu yerda ekansan-da, ha? Ha, hozir bizyapman. Okey. Jin ursin, boshim, yo-mayo. Jin ursin. Judayam og'riyapti-yu, ha? Yo-mayo. Voy, Venus, buncha qavat bo'yotibdi bu yer, jin ursin. Va bizdim oxiri. Oda, Venus bu yoqqa chiq, jin ursin, ahvolingni qara, tezlik bilan mamalarni kiyib ol. Rahmat. Tez yura qol, tez ketishimiz kerak bu yerdan. Avtomatda o'q otsa olasanmi? Meni qurolim yo'q edi. Menimcha o'zi olaman. Okey. Bir kun ham yotasanmi, ahmoq? Nima? Bir kun yotganim yo'q yo'di. Nima? Hali uyga borganingdan keyin aytib beramiz qancha yotganingni. Jin urgur o'tinchi ham aytmadi, jin ursin. Venus qayerda desang bilmayman deydi. Yo-mayo. Keyin oxiri majburlab so'radim. Nima? Tomog'iga qilishtirab. Yo-mayo, bunchalik qilish shart emas edi. Nima, sen o'lib ketsang nima? Men o'tinchi bilan yashaymanmi? Axir eng yaqin do'stimsan-ku. Bu gaping ham to'g'ri, lekin bir marta iqtisodga tushirgansan. Axir u uchun uzr so'raganman. Mayli. Qani, tepaga chiqamiz. Yura qol. Okey. Xo'sh. Faqat patroning bormi ishqilib? Ozgina qolganda. Davay. Oy, yo-mayo. Unchalik otishing shart emas. Yo'limizdan chiqqan ot bo'ldi. Okey. Tepadan boramiz. O'shanda xavfsizroq bo'ladi. Va osonroq. Okey, yur. Qani men bilan Venus tezroq bo'l. Okey, ketaman. Ozgina qoldi. Okey. Yaxshi, yo-mayo, mana bu pastga tushib olish kerak, jin ursin. Voy, yo-mayo, charchadim, bor o'zi. Oyoqlarim og'riyapti, yo-mayo. Bir kun ovqatsiz yotish qanaqa bo'lar ekan? Keldinglarmi? Mark, salom. Salom Venus, ishlaring yaxshimi? Juda ham dahshatli ko'rinishga kelib qolibsan, yo-mayo. Menimcha ahvolim ancha yomonlashib qoldi. Yo-mayo. Bu juda ham yomon. Kel undan ko'ra ovqat yeginda, mana bu issiqqina divanda dam ol. Shunda o'zingga kelib qolasan degan umiddamiz. Okey, kelaman menimcha, u yaxshiman. Va bilasanmi, u yoqda qanaqadir odamni ko'rdim. Ikkita ko'zi qizil edi va oppo tishlari bilan tirjayib turgandi, ya'ni kulib turgandi. Qanaqasi bo'ladi u, ha? Yo-mayo. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Endi bilmadim to'g'risini aytsam. Iblislar ma'budi Sauron, xuddi o'zi. Menimcha sen aynan o'shani ko'rgansan, ammo qanaqa qilib bundan tirik qolding? Jin ursin, Venus. O'zi men bilmayman. Iblislar hukmdori Sauron juda ham qudratli iblis. Uni yengish deyarli imkonsiz edi. Bo'lishi mumkinmi? 20 yil oldin butun odamzod unga qarshi jang qilgan, ammo yutqazgan. Va u bugun ham qaytib kelgan. Bu juda yomon. Agar Sauron tirik bo'lsa, bu degani biz ham tamom bo'lishimiz mumkin. Ammo hech bo'lmaganda pekalardan qutulishimiz kerak. Birinchi muammoimiz shu. Kel, ularni o'ylama. Senga hozir go'sht beraman. Go'sht? Go'sht bilan qorningni to'yg'izib olasan va bemalol yashaysan. Hechgina borib uxla, ozgina damingni ol. Okey, bo'ldi. Xo'sh, demak ikkalangiz boradigan bo'ldingiz, shundaymi? Ha, boramiz. Bizga ishonaver, Mark. Okey. Bo'lmasa sizlarga hozir mana bu tintilarni beraman, ovchi. Senga esa Venus. Tinti va kameralarni beraman, chunki kameralarni o'rnatishni yaxshiroq bilasan, albatta shahardan kelgansan. Bularni shunchaki qo'yib chiqish kerak va ulash kerak, tamom. Bu baribir seni qo'lingdan keladi ko'proq. Nima, menga ishonmaysanmi, jin ursin? Mayli, Venusga beraver. Okey, yo-mayo, men zo'mbi turibdim. Ovchi, stop, to'xtasangchi. Shoshilishimiz kerak, ahmoq. Ularga ahamiyat bermasangchi. Nima, o'zi o'rganib qoldingmi? Meni o'zi necha marta tishlab oldi bu ahmoqlar. Xuddi uy palovonidek, uy hayvonidek ko'ryapman o'sha oxirgi payt. Nima? Balki bittasini boqib olarman, nima deysan, ha? Baribir o'ldirib tashlaymiz hammasini.
ustimdan kulyapsanmi ovchi? Yo'q, shunchaki aytdim-da. Merga yem qilamiz bularni. Unda bu gaping lekin jondan keldi-yu menimcha. Hazillashaman-da. Bu endi shunchaki gaplarda. Bundan boshqa nima ham bo'lishi mumkin edi. Hozir fakil topib olay. Nima, hali ham fakil olib yurishni o'rganmadingmi? Yo'q, o'rgandim albatta. Jenorsa mash tomonnamidi? Ha, xuddi shunday. Voy, yo'ma-yo, shuncha tuxum-a? Jon ursin. Shuncha tuxum. Bu yerda suv oqayotibdi, demak tepada suv bor ekanda. Balki bo'lmasa, okey, mana bu mevalarga men tintilarni o'rgataman, o'rnataman, sen kameralarni. Okey, mana bu tinti o'rnataman. Okey, bilganingni qil. Xo'p, давайте bu yoqlarga ham qo'yib chiqamiz. Tak, mana shunaqa qilib. Okey. Nima deb o'ylaysan? Mana shu videoim necha mingta layk yig'ar ekan? Mingtaga qarashi qolmaydi. Mayli 100 ta layk yig'sa ham katta gap. Yig'ishi mumkin. Ishonmayman lekin o'zim. Sen nimaga ham ishonarding? Endi u menda, Jenorsan ahmoq. Xo'sh. O'zi qirolichani shunaqa o'ldira olamizmi? Balki o'ldira olarmiz, ammo ishonchim komil emas. Nima? Endi u baribir har xil fikrlanadi-da Jenorsan. Aytishga qo'ysang-chi, Vince. Nima? Yo'q-yo'q, ma'mulani qara, yur shuni. Jenorsan, o'zi jonimga tegdi. Gapirma, nimasini aytasan? Tezroq kameralarni o'rnata qolsang-chi. Okey, o'rnatyapman. Kechasi bilan qarab o'tirishingga to'g'ri keladi, Jenorsan. Nima? Menmi? Ha, albatta. Chunki knopkani bosadigan odam faqat sen bo'lasan-da. Okey, mayli. Hech bo'la qilmaydi, axir bu bizning kelajagimiz uchun-ku. Ha, to'g'ri. O'zi Vince. O'zi nimaga kelgansan shahardan bu yoqqa? Shunchaki dam olish uchun kelib, bechora o'lishinga sal qoldi, necha marotaba. Balki xuddi shundaydir. Zato seni uchratdim, juda ham yaqin do'stim bo'lding. Shaharda do'stim yo'q edi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Aniq bo'lgan. Ha, bittasi bo'lgandi, ammo u tashlab ketgan meni. Jenorsan qiz bola haqida gapirganim yo'q, ahmoq. Yo'l farqi bor, baribir bitta edi-yu. Farqi bor deysanmi? Undan ko'ra ketdik bu yerdan, yura qol. Okey, tez yursang-chi. Nima urasan meni, ahmoq? Okey, ketaman. Faqat yomon gapirasan. Nima? Zina qani? Zina, Jenorsan. Nima, sim deb yozishim kerakmi endi? Minecraftning baglari ham ko'payib ketdi, Jenorsan. Nimasini aytasan, o'chi? Ha, yo'q. Qurilish tomonlama, senda umuman reaksiya yo'q. Nima? Ahmoqgarchilik qilmasang-chi, Vince. Nima, men shunchaki hazillashdim. Hazilning ham eri bor-da. Hazilning eri bo'lmaydi, hazilning xotini bor. Jenorsan, nima degani bu? Katta bo'lsang bilib olasan. Ustimdan kulyapsanmi? Ha, ovchi bir marta ham so'ramagan ekanman. Sani isming nima? Ismimni bilishga hali vohli deb o'ylayman. Nima? Vohli? Ha, xuddi shunday. Chunki sen hali yosh bo'lasan. Juda ham ajoyib. Mendan 2 yosh katta bola, u meni yosh bolaga chiqaryapti. Nima, sendan qat'iy 2 kun, Jenorsan 2 yil ko'proq yashab qo'yganman. Nima farqi bor? Yana ishini yopib qo'yadi. Jenorsan, ishini o'ynamasang-chi. Ustingdan kulyapman. Ha. Bolalar, bas qiling. Jenorsan, kel endi o'tiraylik. Men dam olaman. Kechasi bilan uxlaganim yo'q axir. Bilganingni qil. Okey. Xo'p. Jenorsan uxlab qoldi. Yo'q. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Vince va ko'rib turibsizlar, u uxlab yotibdi. Nimaga uxlayotganini ham bilmayman. Bitta uxlab qolishi mumkinmi odam, ha? Jenorsan. Gapimni eshitdimmikin, ha? Yo'q. Ovchi. Voy. Yo'q. Xotib qopti Jenorsan. Kameralarni tekshirib ko'ramiz. Okey. Ona Pekka kelmagan. Bu degani yaxshi. U kelishi bilan knopkani bosaman va tamom. Yo'q, shuncha vaqt o'tdi. Hamma uxlab yotibdi. Jenorsan o'tinchini uxlashini qaranglar. Hamma uxlab yotibdi, lekin hali kameradan guvoh yo'q, chunki deyarli 10 daqiqa oldin qaragandim. Unchalik ko'p qarasam batareyasi o'chib qoladi. Shuning uchun qaramaganim ma'qul. Vince. Nima ham dirdim, Jenorsan.
uxlayotganda gapiryapti. "O, Vins, salom. O, Mark, nima gap? Nima qilyapsan? Bitta kameralarni tekshirib ko'rgin-da." "Nima? O, yo'mayo! Yo'mayo, Mark, u shu yerda. Knopkani bosish kerak, Vins. Tezroq chiq, knopkani bos. Yo'mayo, bu cho'li katta deb o'ylamagandim lekin. Jin ursin. Knopkani bosishing kerak, Vins. Okey, bosaman. Opa! Jin ursin. Bo'ldi, stop. Bosildi. Kameralar ishlamayapti-da. Ishlamay qoldi o'sha. Tamom. Oha, yo'mayo. Haqiqatan ham bosgan ko'rinasan. Tashqarida juda ham katta shovqin bo'ldi. Menimcha rostdan ham. Bu juda ham ajoyib edi, Vins. To'g'risini aytaman, juda ham ajoyib. Endi biz ona pegani o'ldirdik. Bu juda ham ajoyib edi. Nimasini aytasan-a? Mark, endi nima qilamiz? Endi albatta yana ikkita ona pekani topib, uni ham o'ldiramiz. Va barchasi tamom bo'ladi. Okey. Oh yeah. Va albatta topamiz va o'ldiramiz.